Giyohvand moddalar islom ummatiga harom qilinishligining sabablaridan bittasi ularning nopok ekanligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vazifalaridan biri toza pok narsalarni halolligi, nopok narsalarni haromligini bayon qilish edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Ya'muruhum bil ma'ruf va yanhahum 'anil munkar va yuhillu lahumut tayyibat va yuharrimu 'alayhimul khaba'ith." U payg'ambar alayhisalom ularni yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi va pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi. A'rof surasining 150-oyati. Demak, payg'ambarimiz alayhisalom nopok, asli nopok bo'lgan, o'zi nopok bo'lgan narsalarni ummatga haromligini bayon qilib berganlar Allohning vahiysi orqali. Giyohvand moddalar ham nopok bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhisalom orqali ummatga haromligi yetkazilyapti. Giyohvandlikning harom qilinishi yana bitta sabablardan bittasi bu ularni inson sog'lig'iga zarar keltiruvchi, aqlga yetkazuvchi, badanni bo'shashtirib susaytiruvchi ekanligi. Imom Abu Dovud rahmatullohi alayhidan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam har qanday mast qiluvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytardilar, deyaptilar Ummu Salama onamiz. Har qanday mast qiluvchi, har qanday mana nima nomi nima deb atalishdan qat'iy nazar badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytardilar. Eng yomon tarqalayotgani ana psixotrop moddalar deb tabletga dori ko'rinishida tarqalyapti. Yoshlarni bir baloqa sotyapti, aylantirishyapti, uni internet orqali sotyapti. U giyoh holatidami, boshqa holatdami, kukun holatdami, tabletga holatdami, mast qildimi, bo'shashtirdimi, insonni miyasiga, aqliga ta'sir qilyaptimi, hammasi hukmi bitta. Chiroyli oppoq tabletga qilib chiqargani uni pok bo'lib qolganini bildirmaydi uni. Shuning uchun bugun bu juda ham dolzarb. Bundan 40 yil, 50 yil avval bunchalik bo'lmagandir. Hozir buni nomi ham minglab chiqib ketib boryapti. Kundan kunga turi ham ko'payib ketyapti. Sotish, tarqalish uslubi ham ko'payib ketyapti. Shuning uchun bugun yana yosh kattalar bu yerda ko'proq otalar, bobolar farzandlariga, nabiylarga ehtiyot bo'lish kerak. Va keyin o'zimiz ham sal ogoh, sal hushyor, sal ehtiyotroq bo'lish kerak. Chunki bugun shunaqa davrda yashayapmiz. Internet boshqa orqali kirib kelyapti, qiziqtiryapti, tushuntiryapti va oqibati juda ham ayanchli bo'lib qolyapti. Alloh asrasin.